Demodekoz o'kani hammada bor, yog'li yuzda ham, quruq yuzda ham. Yog'li yuzda T-zona yog'li bo'ladi-ku, tinch holatda yotganingizda yoki issiqqa kirganingizda yuzingizda nimadir yurgandek jimir-jimirlar bo'ladi. Demodekoz bo'lgandan keyin o'sha yuzda ugrilar chiqishni boshlaydi. Qizarishlar ham kuchayib ketadi. Demodekozni davolash ugri bilan birga oddiy ugrini davolashdan ko'ra ham uzoq vaqt talab qiladi, ham ozgina qiyinroq. Yuzi yomon ahvolga kelgan yiringli ugrilar o'tkazib keladi. Ularning ko'pchiligida o'sha demodekoz aniqlanadi. Tekshirib turib keling deymiz. Demodekozni tekshirtirish uchun yuzi umuman hech qanaqa mekap bo'lish kerak emas. Kechqurun yaxshilab yuvadi, iloji boricha ertalab yuvmanglar deymiz. Qirindoq qirib olishadi. Mikroskopda o'sha bitta polizreniyada bitta bo'lsa u norma. Lekin уже 6 ta 8 ta bo'lsa, уже uni davolash kerak. Demodekoz kanasi hammada bor. Menda ham bor, meni yuzim quruq. Prosta bizada uxlaydi, yog'li yuzda aktiv bo'ladi. Demodekozni ko'pchilik o'ylaydi, endi uzoq joylardan ham keladi-yu, bitta keldim, bo'ldi. Yuzimga muolaja oldim, zo'r bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Bular etap qilinadigan muolajalar-da. Bittada hech qachon 100% tuzalib ketmaydi. Bir haftada bir marta keladi, ham yuziga, ham ichki a'zosiga sababini aniqlab muolaja qilamiz. Ana o'shanda natija bo'ladi. Kamida 2 oydan 3 oygacha bo'lgan vaqt ketadi. Sizda ham demodekoz muammosi bo'lsa, direktdan murojaat qiling.